Assalomu alaykum akalar, ukalar, qadrdonlar, chorvaga qiziqadiganlar, mol qo'ylarga qiziqadiganlar. Mana shu yerda 6 bosh sementalimiz bor. Chorvalarimiz mana. Bittasi semental, bittasi ablikol, bittasi limuzin, bu ham limuzin, ikkita Greenford. Chorvaga qiziqadigan akalar, ukalar, qadrdonlar, mana bunisi semental. Mana bunisi limuzin. Nariga Greenford. Hozir batafsil ko'rsatishga harakat qilamiz. Yeb ichishlari zo'r. O'zimiz ham olganmiz. Qachonlardir olganmiz. Biz ham Andijondan borib olib kelganmiz. Mana boqdik, katta bo'ldi mana. Kalla qismini qarang mana. Zotli mollar. Kallalari ham katta, chiroyli. Mana. Kimga zarar bo'lsa, mana bularning ichidan 3 tasi sotiladi xolos. Akalar, ukalar, qadrdonlar. Mana bitta ablikol sotiladi. Mana shu keyin mana semental deganimiz sotiladi. Mana o'rtadagi mana bitta limuzin deganimiz sotiladi akalar. Qolganlarni ham kelishib olsa, qolganlarni ham nima qilaveramiz. Bizcha pul zararlab qoldi. O'shaning uchun 3 tasini sotmoqchi bo'layotgandik. Qolganini ham kelishib olsa, qolganini ham sotib yuboramiz. Xudo xolasa. Ko'raverasizlar, akalar, ukalar, qadrdonlar, kimga zarar bo'lsa, qiziqqanlarga telefon raqamimiz 91lik 655 33 11. Mana shu juda ham limuzinni bizga sotishgan. Shu andijonlik akalarimiz kichkinaligida olganmiz. Oyoq qo'li uzun, baquvvat, nihoyatda. Hammasini yeb ichish, xudo xolasa zo'r. Aloqaga chiqaverasizlar. 91lik 655 33 11. 24 soat ishlaydi. Qachon telefon qilsalar ham olaveramiz. Gaplashaveramiz. Mana. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar akalar, ukalar, qadrdonlar. Borlaringga shukr.